Yovgarchilik qurboni Qobuljon Tojikistonda dafn etildi. 18 dekabr kuni ertalab Rossiyaning Odensova shahri Gorki 2 posyolkasidagi maktabda vahshiylarcha o'ldirilgan 10 yoshli Qobuljon Aliyevning jasadi Tojikistondagi uyiga olib kelindi va vidolashuv marosimi uchun Shahrinaf tumanidagi Ajjam qishlog'iga qarindoshining uyiga ko'chirildi. Kuchli yog'ingarchilikka qaramay Tojikistonning bir nechta hududlaridan ko'plab odamlar vidolashuv marosimida ishtirok etdi. Janoza marosimi Shahrinaf tumanidagi Akram Hasanov jamoati Ajjam qishlog'idagi masjidda bo'lib o'tdi. Qobuljon Aliyevning janozasi Tojikiston muftiysi Said Mukarram Abdulqodirzoda boshchiligida o'qildi. Marhum bolakay qabristonda otasining qabri yoniga dafn etilgan. 17 dekabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Odensovaning Gorki 2 qishlog'idagi Uspenskiy o'rta maktabida 4-sinf o'quvchisining o'ldirilishini qoraladi. Vazirlik respublika fuqarosi bo'lgan bolaning o'limi munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Rossiyadagi maktabda pichoqbozlik qurboni bo'lgan 4-sinf o'quvchisi tojikistonlik 10 yashar Qobuljon Aliyev shunchaki fojia qurboni emas. U bugungi Rossiyaning ta'bir joiz bo'lsa, millatchilikka qarshimiz degan da'vo bilan ana shu niqob ostida dunyoga yuzlayotgan, go'yo narsistlarga qarshi chiqayotgan Rossiyaning qora yuzi. Uning bugungi basharasini ochib bergan qurbon. U imperialistik ruhdagi qarashlarning, imperializm g'oyalari bilan dunyoga jarang sochayotgan, kerak bo'lsa Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston yerlarini tortiq qilganmiz. Bu xalqlar aslida tarixan bo'lmagan degan da'volar bilan chiqayotganlarning qora yuzi, ularning fojiasi. Kerak bo'lsa o'z mamlakatidagi korrupsiyaning, ishsizlikning, nepotizmning, siyosiy boshqaruvning qora yuzi, fojiasi. Agar uning o'limida kimdir aybdor, qotil bo'lsa, men sanaganlarimning hammasi aybdor, hammasi qotil. Albatta, ish izlab dunyoning chekka-chekkalariga, jumladan Rossiyaga ketayotganlarni to'g'ri tushunamiz. Ro'zg'or, oila, bola chaqa tashvishi, orzu-havas degandek. Lekin iloji bo'lsa, bormang. Borsangiz, eng kamida farzandingizni, farzandlaringizni olib bormang. Qobuljon o'rnida boshqa millat bolasi ham, xususan o'zbek bolasi ham bo'lishi mumkin edi va ertaga bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Qobuljon hammamizning fojiamiz.